to'g'rab, kartoshka, piyoz solingan idishimizga solib, hammasini bir xil shaklda qilib olamiz. Orada dam olgan xamirimizni yoyishni boshlaymiz. Xamirimizni yoyayotganda ehtiyot bo'lib, hamma yog'ini bir xil chiqishi uchun birinchi o'rinda chekalariga ahamiyat beramiz. Chekalarini ko'proq yoyib, o'rtasini tashlab ketsak, shunda bir xil bo'ladi. Men xamirim ikkalasini ham yoyib oldim. Birinchi xamirimni katta zavola qilib, ikkinchisini mana shunaqa mayda-mayda to'rtburchak shaklda qildim. Katta zavolamni ustiga mantiqxonimni listlarini qo'yib, hammasini bittalab yog'lab oldim. Yog'lab bo'lganimdan so'ng xamirimga ham yog' surib chiqdim va yog'langan xamirimni ikkiga bo'lib oldim. Ikkiga bo'lingan xamirimga zirvaklarini solib chiqdim. 2 xil zirvak solaman men har doim ikkita xonimimga. Mana xonimimizni solib, zirvaklarini solib aylantirib olganimizdan so'ng yog'langan listlarimizga bittadan taxlab chiqamiz va ustidan yana bir marta yog'lab olamiz. Shunaqa sochni yog'li bo'lib chiqishi uchun, yumshoq bo'lishi uchun keyingi navbat to'rtburchak bo'lgan xamirlarimizni hammasini bittalab yoyib chiqamiz va zirvaklarini bir xilda taqsimlab hammasiga zirvak solib chiqamiz. Zirvaklarini solib bo'lgach, chiroyli qilib tugib olamiz. Tugilgan mantilarimizni yog'lab, listlariga solib chiqamiz. Yog'langan listlariga va 1 soatga gaz pechiga qo'yamiz va bu orada mantiqxonimni ko'rki bo'lgan zirvagini qilib olamiz. Ustiga podlivka qilib olamiz. Buning uchun bizga 3 dona piyoz kerak bo'ladi. 3 dona piyozimizni qizib turgan yog'ga solib, yaxshilab qovurib olamiz. Qovurilgandan so'ng piyozimiz o'lishi bilan pomidor banka ochamiz. Pomidor bankamizni mana shu piyozimiz ustiga sovoramiz. Ko'rib turganingizdek, eng zo'r podlivka tayyor. Podlivkani ham aralashtirib ustini 10 minutga yopib qo'yamiz. Podlivkamiz tayyor bo'ldi. Mana endi oradan 1 soat o'tdi. Mana mantilarimiz pishdi. Endi buni laganga chiroyli qilib dona-dona qilib suzib, ustidan mantilarni terib, ustidan podlivkasini quyib chiqamiz chiroyli qilib. Mana podlivkamiz ham shunaqa mazali bo'lgan. Endi bularni suzib bo'lgach, dasturxonga tortsak bo'ladi. Hammaga yoqimli ishtaha. Yoqqan bo'lsa, like, kommentariya yozib qo'yinglar.